Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Stevbek. Do'stlar, bu videoda yana biz Minecraft lekin 32 ta modli kartani naqd 5-qismini olyapmiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'linglar. Qani biz ketdik, boshladik. O'tgan safar xullas 4-qismda mana shu minorani ko'rib qolgan edik va shu yerda pauza qilgan edik. Adashmasam bu qo'lga turgan narsani 4-qismda yasagan edik. Va bu nima qilishni to'g'risi bilmayapman. Biz mana shu minorani yoniga, ya'ni minorani ko'rgani ketdik. Qo'lda turgan narsani esa umuman tushunmadim va qanaqa qobiliyat borligini ham to'g'risi bilmayman. Hozir bitta ozgina daftar olamiz. Ajoyib, bizga nima kerak emas, bu yerda hammasi kerak ekan, lekin mana shuni tashlab yuboramizmi, bilmadim. Kerak emas, ancha men ko'tarib, lekin bironta foydasi tegmadi. Shu sababli ham kerak emas deymiz va shilimni yeb olamiz. Qara, biz o'z normal narsalar bu. Juda yaxshi rivojlanib olganmiz. Bu yaxshi. Ajoyib ikkita invertor bor edi bizda. U qaralar ketishyapti o'zi. Yomon. Shu o'rtada uxlab olsam ham bo'ladi. Taxminan shu yoqqa qo'yib va hali uxlolmaysan deyapti. Qani ham urinib ko'ramiz. O ajoyib. Uxlab olamiz. O nimagadir juda ham ko'p uxlayapti, rosa charchyapti. Hop, mayli, o ajoyib. Ertalab bo'ldi, endi yo'limizda davom etamiz. Biz boyagi minorani ko'rgan ketayotgan edik. Qayerda edi? Hozir ko'ramiz. Mana shu tomonda edi. O, topdim mana. Ajoyib. Va biz yetib keldik. Let's go. O, bu yerda sandiq bor ekan, ochib ko'ramiz va buni ichida temirli chest play va nima bu? O, kojali shim bor ekan, buni kiyib olsak bo'ladi. Nima u? Bir bola tomchi. Nima o'zi bu? Qanaqadir achieve qilaverishdi. Bu yaxshi. Va bu yerda qaralar nezrit. Oltin oyoq kiyim ham bor ekan, buni ham kiyib olamiz sirasi. Shu. Endi bu tomchilarni olib olamiz. Nezrit ham kerak-da menga. Shu xom go'shtnimi? Nima kerak emas? Shu xom go'sht kerak emas, mening nazarim bo'yicha. Bu yerda narvon bor ekan. Mana shuni sindirib olsak va bu yerda nima bor? Yo'q, qaralar, zacharli. Shular ham bor ekan. Hamma shu turibdi, yaxshi. Men tepaga qanday chiqib olsam bo'ladi endi? Va bu yerda ham narvon bor ekan, lekin chiqib olmayapti. Xo'sh. Blok orqali chiqsam ham bo'ladi, lekin buni olib buni boshiga qo'yibsam ham bo'ladi. Nimani tashlab yuborsam bo'ladi? Koja bizga kerak emas. Bu tosh ham kerak emas. O, ajoyib. Bu yoqqa qo'yib olamiz. Qo'ylar, o, ajoyib. Endi ketdik. Hozir qo'ygan edim-ku. Nima bo'ldi? Tushunmay qoldim. Mayli, hech yo'q. Bloklar orqali chiqsam ham bo'ladi. Bu ham bir variant. Shundan boshqa iloji ham bo'lmaysa kerak meni nazarim bo'yicha. Nolsa teparoqqa chiqib olaman. Qara, bloklar orqali chiqmasam boshqa iloji yo'q meni nazarim bo'yicha. Bloklar orqali chiqib olamiz. Tepada daxt bor ekan. Shu blok qo'yilmayapti negadir. Ajoyib. Chiqib ketsam ham bo'ladi, lekin blok orqali chiqqanim ma'qul deb o'ylayapman. Davom etamiz yo'limizda.
Yaxshi. Tepada yana daraxt bor ekan. Deyarli yetib qoldik. Deyarli. Yo'q, nima tarvorda hozir mana? Qani nimada tarvoryapti hozir? Yo, what the fuck? Nimada tarvoryapti do'stlar? Nimagadir. Yo. What the fuck? Biz har bir seriallarda, ya'ni serialning qismlarida o'lyapman. O'yinchi tabiiy g'ol bo'lib qoldi. Xo'sh, bu minorani ko'rganmiz. Biz endi yana bu tomonga qarab ketamiz. Juda ham yomon natija. Hop, mayli, chiqsa yo'q. Shu tomonga qarab ketaveramiz. Boshqa chiqim yo'q. Qilib bo'yi minorani suv chiqayotgan paytimda nimadir meni itarib yubordi, lekin nimaligini bilmay qoldim. Nimaligini bilganimda o'zim poplagan bo'lardim. Men bilmay qoldim. Yo'q, alislam ko'rmadim, to'g'rimi? Hop, mayli, yo'limizga davom etamiz. Adashmasam bu yerlarda bo'lganman. Mana shu bossni topishga harakat qilamiz. Mana shu yaqin atrofda, xullas mana shu konda adashmasam hozir qazib ko'ramiz, topishga harakat qilib ko'ramiz. Temir chiqdi qaranglar. Omad ming videos. Aqlli bu yerda temir juda ham ko'p ekan. Yaxshi. Bitta temir olib ketyapti. Olamiz. Bo'ldi, endi yo'limizga davom etamiz. Negadir chiqmayapti. Shunchalik darajada pastdan. Qanday yo'qolib qoldi. Yana paydo bo'ldi. Yana yo'qolib qoldi. Demak, bu teparoqda biz juda ham pastga tushib ketdik. Temir, let's go. Yana temir chiqadi. Yaxshi, va temir kelgan sindi. Ajoyib. Juda katta yangilik bu. Buni qo'yamiz. Hozir menga verstak kerak. Provoqsa temir kelgani ko'rmaganman. Verstakni oldim ham meni. Lekin temir yo'q-ku. Nimani kras qilaman? To'g'ri, nimani kras qilaman? Ben yo'q qo'yamiz. Xullas do'stlar, men bossni topdim, ya'ni bossni mana shu oyog'imni tagida turibdi. Sizlar to'g'ri eshitdinglar. Shu yerga kavlasam bossni uyga olib boradi mana shu yo'l. Hozir bizga bitta verstak bu yoqqa qo'yib olamiz verstakni. Yaxshi, endi bitta pechkani olamiz. Biz pishirib beradigan pechka bor edi, ya'ni temirlarni tez pishirib beradi. Mana bor ekan. Yaxshi, endi temirlarni qo'yib olamiz. Bizga hozir kerka kerak. Kerka uchun esa bitta temir quymasi yetishmayapti. Endi hozircha ikkita bor. Bu yerda kraftlarni ko'rib turamiz. Qanday nimalar yasasa bo'ladi. Wow, просто juda ham zo'r narsa kraft qilsak bo'ladi hali. Adashmasam bu serial, ya'ni o'zbekiston modli kartali juda ham ko'p qismlarga bo'linib ketadi. Yana bilmadim, bu sizlarning aktivliklaringga bog'liq. Xo'sh, hozircha hammasi yaxshi. Bu yerda chiniq kraftga qo'shib bo'lmaydi. Men nazarim bo'yicha narsalarni va ajoyib qarlar demak qanchalik tez darajada pishibdi. Endi what the fuck, menda temir kerka bor ekan-ku. Qayerdan keldi? Adashmasam bu temir kerka menda videoni ancha qismidan beri bo'lgan. Yana bilmadim. Mayli, nima bo'lsa yaxshilikka hozir. Chest play'ni yechib yubordim. Hozir tashlab turamiz va chest play'ni negadir kiyib bo'lmayapti. Qala, yana tashlab yuboryapti. Kiya qolsangchi yaramas. Bo'ldi, ajoyib. Ancha. What the fuck, qayerga tushib qoldim? Nima bu? Bolachalarni spam qildi. Bu kattalar qaranglar o'rgamchiydi. Zahar effektini berdi va конечно olib qoldim. Ko'rdinglarmizlar ham.
Qanaqa bossini ko'rdinglar? Qanaqa katta o'rganchiliklarni ko'rdinglarmi? What the fuck? Yo'q. Prosta dahshat ekan. Prosta men qo'rqib qoldim. Judayam qo'rqinchli, judayam ajoyib boss ekan. Nasib bo'lsa uni ham o'ldiramiz hali. Lekin uni o'ldirish darajasida kuchayganimiz yo'q. Shu sabab shu tomonga ketamiz, ya'ni to'g'riga. Da. Qani go, let's go. Hozircha hammasi yaxshi. Qara, biz ikkita bossni ko'rishga ulgurdik. Bittasi fantomli boss, ikkinchisi bo'lsa hozir ko'rib turganingizdek o'rgamchi boss. Juda ham zo'r ekan ikkala bosslar ham, ammo ularni o'ldirish darajasida kuchaya olganimiz yo'q. Nasib bo'lsa keyingi videoga yana bitta o'zgarish qilmoqchiman. Bu 32 ta kartali mod 33 taga bo'lishi mumkin. Ya'ni men qurol modini qo'shmoqchiman. Unda adolatli bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek bu yerda bosslar juda ham kuchli ekan. Shu sabab qurol modini qo'shsak adolatli bo'ladi. Endi esa videoga qaytamiz. Biz o'rmonni chekilib qoldik. Ajoyib o'rmon ekan, to'g'risini aytsam, uy bor ekan. Albatta kirib ko'ramiz. Uy emas, menimcha xaroba bo'lsa kerak. Ko'rinishdan xarobaga o'xshayapti. Yana bilmadim. Bironta sandiq ham yo'q, xaroba ekan. Lekin ajoyib ikkinchi etash ham bor ekan, qaranglar. Ko'ramiz, balkim tepada biron narsa bo'lishi mumkindir. Hozir bu yerni biz olamiz. Yaxshi, endi tepaga chiqib ko'rsak bo'ladi. Va ko'rasizlarmi, aytgan endi jemchuk. Ajoyib. Bu yerda temir bor ekan. Temir quymasi va arqon, temir yatilgan quymasi, tayoqchalar va ko'mir. Qolganlari esa undan keraksiz narsalar va bu ham bizga kerak emas. Samon bor ekan. Va qolganlari battinga keraksiz narsalar. Mana shu yerdan chiqib ketsak bo'ladi. Va u yarimtagina joyimiz ketdi. Yaxshi. Xo'sh, endi bo'lsa yo'limizga davom etamiz. Boshimiz oqqan tarafga ketyapmiz. Hozircha bizda aniq lokatsiya yo'q. Yo'q, nima bu? Mogviltmi bir bola ekan, xullas yovvoyi cho'chqaga o'xshadi, ya'ni to'ng'izga. Nimaligini bilmadim, lekin xo'sh, bu yerlarda yana oddiy o'rmon. Yana o'sha oddiygina ko'rkam yam-yashil o'rmon. Bundan boshqa hech narsa yo'q. Hozir ko'rasizlarmi? Daraxtlar to'kilyapti. Qanchalik juda ham chiroyli atmosfera. Prosta dahshat. Juda ham yoqdi bu karta. Prosta juda ham realistik, ya'ni real hayotga yaqin karta ekan. Shu jihatlar yoqdi. Minecraftni butunlay o'zgartirib yuborgan. Borgan sari qorong'ulikka qarab ketyapmiz. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, prosta bu biroz qo'rqinchli bo'lyapti. Yana bilmadim. Sizlar qanday bilmadim, lekin biroz qo'rqinchlidek nazarimda. Chunki borgan sari o'rmonni qorong'u joyga qarab ketaveryapmiz. Bu jungle biomi juda ham daraxtlarga boy. Shu sababli ham qorong'ulik hukmron. Va shu yerdan sekinlik bilan tushib olishimiz kerak. Iloji boricha sekinlik bilan. Va bu yerdan endi bemalol o'tib ketsak bo'ladi. Va kanalni bu bo'yiga o'tib oldik deyotgan paytimda meni
qanaqadir uycha kutib oldi. Eshikni topib o'tirmaymiz. Shu yerdan parabol kirib ketamiz. Yaxshi. Va bu yerni yopib qo'yamiz. Har holda xavfsizlik uchun. Bo'ldi, ajoyib. Bu yerda esa hech narsa yo'q ekan. Bitta pechka sherenda uxlab olsak bo'ladi. O'zi kech bo'ldi. Va oh no, monster bor, uxlolmaysiz deyapti. Tashqarini ko'rib kelishga majburman. Eshik qayerda? Qanaqa monster bor ekan? Rosa qo'rqyapman. Agar kuchliroq monster bo'lsa o'lib qolaman. Agar o'rtacharoq monster bo'lsa urishish qiyin emas. Misol uchun creeper, skelet, shunga o'xshash monster bo'lsa o'ldish qiyin emas. Juda ham xaroba bo'lib ketgan ekan. Atrofni ozgina tozalatsak binoyilik uy bo'lar ekan. Xo'sh. Endi tashqariga chiqmasak bo'lmaydi. Endi o'zlaring ko'rib turibsizlar, uxlab bo'lmayapti umuman. Balki kravatni boshqa joyga silchitsam shunday uxlay olarmiz. Biza test qilib ko'ramiz. Undan tushib ketib nonni olamiz sirada. Buni bizga kerak. Mana shu yoqqa qo'yib to'g'ri qo'ysak, mana shu yerda uxlasak bo'ladimi? Yo'q, bu yerda ham uxlab bo'lmayapti. Ko'ramiz qanaqa monster bor. Hech qanaqa monster ko'rmayapman. Mana shu uzoqroqda yaltiroq monster ko'rganday bo'ldim. Endi shu yerda uxlab yuboramiz. Ajoyib. Va bu safar ham ko'p uxlayapti. O ajoyib, ertalab bo'ldi. Bu bananmi bu? Yo'q, what the fuck, nima bu? Qanaqa zombi? Qamalib qoldim. Ya bu ham yonar ekan. Qanday qancha joni ko'p. Zombi, bular boshqa zombi ekan. Menimcha biomga mos zombilar bular. O'lib ketdi. Yo'q, o'l. Yaxshi. Ajoyib o'ldirib oldik. Nima bu? Yo'q, qanaqadir xaroba. Spawner bor ekan, biz tashlaymiz buni. Qanday bir sandiq bor ekan. Ochib ko'ramiz sandiqni. Va bitta non, ozgina ip, bitta kerak emas narsa bor ekan. Va bu yerda nima bor? Bu non, suyak. Yo'q, effektivность 2. Qaranglar. Buni sirasi kelkaga qo'yib olish kerak. Adashmasam menda Anvil bor edi. Hozir versakni bu yoqqa qo'yamiz. Anvil menda bor edi. Nima versakni qo'ydim? Kerak emas aslida versak. Hozir Anvilni qidirib ko'ramiz. Va topdim. Ajoyib. Va buni bu yoqqa qo'yib olamiz. Yaxshi, endi bo'lsa bemalol zachallab olsak bo'ladi. Effektivность 2 ga buni bu yoqqa qo'yamiz. Bu ajoyib. Endi bizda effektivность 2 lik kerka bor. Kim bilmasa, bu Minecraftda kerkani sindirishini tezligini oshiradi. Ya'ni sindirish tezligini oshiradi desak to'g'ri bo'ladi. Xolos, shu uchun kerak. Biz yana yo'limizda davom etamiz. Mana ketdik. Qanaqa ot bu? Sherry Black Horse. Sherry Black ekan. Qanaqadir boshqacha ot ekan. Yaxshi. Va bu yerlardan tezroq ketish kerak. Bu yerlar juda ham qiziqarli joylar emas ekan. Hech qisi yo'q, montajda tezlashib boramiz. Ajoyib, savana biomiga yetib keldik. Bu juda ham yaxshi.
Bu ko'ryapsan, yerda ko'ryapman. Mana qo'yib otib borib kirib ko'ramiz. Va bu yer ham xarob ekan. Bu juda ham xarobalarga boy kartaga. Leon. Sher bor ekan qaranglar. Ikkita ekan. What the fuck? Leon Asetikmi bir bola. Xullas sher qaranglar. Ikkita akoko ekan bular. Akoko bo'lib yurishar ekan. O'rtasi o'ldi. Ikkinchisi ham o'ldi. Yaxshi. Endi o'tib uyga kirib ko'ramiz. Nima bor bu uyda? Va har doimgidek sandiq. Sandiqning ichida esa har doimgidek bir tiyga kerak narsalar. Tabaka ham bor ekan, lekin bizga kerak emas. Mayli, necha yo'limizni davom etamiz. Yo'llar menga uncha yoqmadi. Shunga qarab ketsam ham bo'lar ekan. O'tirolmadi yeb. Endi yo'lda bemalol davom etsam ham bo'ladi. Ketdim bu yerlardan. Tepalik olib o'ylab ketsam ham bo'ladi. Ham bir variant sifatida. Yaxshi. Lekin savana biyomiga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham ajoyib biyom. Nima bu? Nimadir topdim yana. Buni ham ichiga kirib ko'ramiz. Bu yerda ham biron bir narsa bormi? Sandiq bor ekan. Va sandiqda suyak. Ko'mir bor ekan va oltin quymalari. Va o'xshash narsa. Yana yo'limizni davom etamiz. Hali juda ham ko'p strukturani topdik bu qismda. Choy bu yerda nima o'ydi? Nima bu? Boshqa qanaqadir qal'a. Va bu qanaqa joy o'zi?